Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntiraman. 16 avgustdan boshlab odamlarning kundalik hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan keskin o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu mavzu faqat tadbirkorlar, nafaqaxo'rlar yoki hujjat topshirayotganlar uchun emas. Har bir oila, har bir ishchi, har bir talaba, har bir pensioner uchun muhim. Chunki gap to'lovlar, hujjatlar, qarzdorliklar, davlat xizmatlari, bank kartalari, subsidiya, jarimalar va rasmiy ma'lumotlarning tekshirilishi haqida ketmoqda. Men buni oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Oldin qanday edi? Endi nima o'zgaradi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa xotirjam bo'lishi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Qayerga kirish, nimalarni tekshirish, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikni ortiqcha jarima, kechikish va sarson sargardonlikdan qutqaradi. Avvalgi tartibda ko'p narsalar odamning o'zi yurib, eshikma-eshik hujjat yig'ishi, ariza yozishi, ma'lumotnoma olishi, qarzdorlikni alohida tekshirishi orqali hal bo'lardi. Masalan, biror xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, kommunal qarzingiz bor yo'qligini alohida bilardingiz. Soliq yoki jarima borligini boshqa joydan tekshirardingiz. Bank hisobingizdagi cheklovlarni esa faqat karta ishlamay qolganda sezardingiz. Ya'ni ma'lumotlar bor edi, lekin ular tarqoq edi. Odam bir joyda menda hammasi joyida deb o'ylardi. Boshqa bazada esa uning nomida eski qarzdorlik. To'lanmagan jarima yoki noto'g'ri ma'lumot turardi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, ko'plab jarayonlar raqamli tekshiruvga, avtomatik solishtirishga va tezkor aniqlashga o'tmoqda. Bu nimani anglatadi? Oddiy qilib aytsam, siz davlat xizmatiga murojaat qilganingizda, subsidiya so'raganingizda, ayrim to'lovlarni amalga oshirganingizda, bank amaliyotlari qilganingizda yoki rasmiy hujjat olayotganingizda, tizim siz haqingizdagi ma'lumotlarni bir nechta manbadan tekshirishi mumkin. Oldin bir idora bilmagan ma'lumotni endi boshqa tizim avtomatik ko'rsatish ehtimoli oshadi. Bu o'zgarishning yaxshi tomoni ham bor. Halol, hujjatlari to'g'ri, qarzlari yopilgan odamlar uchun ish tezlashadi. Masalan, ariza topshirganda ortiqcha ma'lumotnoma olib yurish kamayishi mumkin. Lekin yomon tomoni ham bor. Eski qarz, noto'g'ri ro'yxat, familiyadagi xato, vaqtida yopilmagan jarima. Boshqa odam nomiga o'tmagan mulk yoki kommunal hisobdagi chalkashlik birdaniga muammo bo'lib chiqishi mumkin. Shuning uchun men bugun vahima qilinglar demayman, men tayyorlaninglar, tekshiringlar. Oldindan tartibga keltiringlar deyapman. Birinchi navbatda har bir fuqaro o'zining rasmiy ma'lumotlari to'g'riligini tekshirishi kerak. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, bank kartalari, soliq to'lovchi sifatidagi holati, kommunal hisoblari, transport jarimalari, aliment yoki ijro qarzdorliklari bo'lsa, bularning barchasi amaliy hayotda ta'sir qiladi. Masalan, siz oddiygina kredit olmoqchisiz. Bank sizga rad javobi beradi. Siz esa tushunmaysiz. Sababi 3 yil oldin 1,2 ming so'mlik jarima qolib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki siz uy-joy subsidiyasiga ariza bermoqchisiz. Tizim sizning nomingizda boshqa hududdagi mulkni ko'rsatadi. Aslida u mulk allaqachon sotilgan, lekin hujjatda to'liq o'tmagan bo'lishi mumkin. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi guruh. Kommunal to'lovlarni vaqtida qilmay yuradiganlar. Masalan, elektr energiyasi, gaz, suv chiqindi, issiqlik to'lovi bo'yicha 2-3 oy kechikish bor. Oldin bu qarz faqat hisobchida ko'rinardi. Endi ayrim xizmatlarda u avtomatik ko'rinishi mumkin. Tasavvur qiling, oilada 5 kishi yashaydi. Har oy elektr uchun 1,5 ming so'm, gaz uchun qishda 200-300 ming so'm, suv uchun 2 ming so'm chiqadi. Agar 4 oy davomida tartibli to'lanmasa, umumiy qarz 1 million so'mga yaqinlashadi. Odam buni sezmaydi. Chunki keyin to'layman deb yuradi. Lekin kerakli paytda shu qarz xizmatni cheklashi yoki arizani kechiktirishi mumkin. Ikkinchi guruh jarimalari bor haydovchilar. Masalan, tezlikni oshirganlik uchun 330 ming so'm jarima, noto'g'ri joyda to'xtaganlik uchun 1,5 ming so'm, sug'urtasiz yurish yoki texnik ko'rik bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik kamera tushirgan bo'lsa ham SMS kelmadi deb o'ylaydi. Lekin SMS kelmagani jarima yo'q degani emas. Telefon raqam almashtirilgan, avtomobil eski raqamda ro'yxatda qolgan yoki xabar tizimda ushlanib qolgan bo'lishi mumkin. Natijada 16 avgustdan keyin avtomobil bilan bog'liq xizmatlar, texnik amaliyotlar, ayrim bank yoki davlat xizmatlarida shu qarz ko'rinib qolsa, odam shoshilib qoladi.
Uchinchi guruh bank kreditlari yoki mikro zaymlari bor fuqarolar. Masalan, kimdir 3 million so'm kredit olgan, oyiga 600 ming so'mdan to'lashi kerak. Bir oy kechiksa penga qo'shiladi, kredit tarixi yomonlashadi. Keyin u odam farzandining o'qishi uchun yana kredit olmoqchi bo'ladi. Lekin tizim kechikkan to'lovlar bor deb chiqaradi. Ba'zan odam kreditini to'lagan bo'ladi, lekin bank bazasida yopilganligi kech anglangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Kreditni yopganingizda faqat oxirgi to'lov chekini emas, qarzdorlik yo'qligi haqida tasdiqni ham olib qo'ying. 4-guruh subsidiya, nafaqa, moddiy yordam yoki ijtimoiy himoya bo'yicha ariza beradiganlar. Bu yerda eng ko'p chalkashlik daromad va mulk masalasida chiqadi. Masalan, oila ham ta'minlangan sifatida yordam so'raydi. Lekin tizim otaning nomida eski Damas yoki onaning nomida qishloqdagi uy ulushi borligini ko'rsatadi. Aslida mashina ishlamaydi. Uy esa merosdan qolgan ulush bo'lishi mumkin. Lekin tizim avval faktni ko'radi. Mulk bor. Keyin odam izoh berishi, hujjat ko'rsatishi, aniqlashtirishi kerak bo'ladi. Agar oldindan tayyor bo'lmasa, ariza rad etilishi yoki ko'rib chiqilishi cho'zilishi mumkin. 5-guruh ishlayotgan, lekin rasmiy daromadi noto'g'ri ko'rinayotganlar. Masalan, odam 4 million so'm maosh oladi, lekin ish beruvchi rasmiy ravishda 5 million ko'rsatadi. Yoki aksincha odam ishni tark etgan, ammo tizimda hali ham ishlayotgan sifatida turadi. Bu nafaqa, kredit, subsidiya, aliment, soliq va boshqa masalalarda muammo tug'diradi. Raqamli tizimlar kuchaygan sari og'zaki kelishuvning xavfi ortadi. Siz men ishlamayapman deysiz, tizim esa sizda ish joyi bor deb ko'rsatadi. Shunda kim yutadi? Albatta, hujjat yutadi. Kim xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, kommunal to'lovlar yopilgan bo'lsa, jarimalarni vaqtida to'lasangiz, bank kreditlaringizda kechikish bo'lmasa, telefon raqamingiz rasmiy profillaringizga bog'langan bo'lsa, siz uchun bu o'zgarish ko'proq qulaylik beradi. Chunki ortiqcha navbatlar kamayadi, ma'lumotni alohida olib borish ehtiyoji qisqaradi. Arizalar tezroq ko'riladi. Lekin men xotirjam odamlarga ham bir maslahat beraman. Hammasi yaxshi deb taxmin qilmang. Bir marta tekshirib qo'ying. Chunki ko'pincha muammo odamning aybi bilan emas, bozordagi xato bilan chiqadi. Real hayotiy misol olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi fuqaro uyini sotgan. Yangi egasi ko'chib kirgan, lekin kommunal hisoblar to'liq yangi egasiga o'tmagan. 1 yil o'tib eski egasining nomida 2 million so'm gaz va elektr qarzi ko'rinadi. U odam esa boshqa viloyatda subsidiya uchun ariza beradi. Tizim qarzni ko'rsatadi, ariza to'xtaydi. Fuqaro, "Men uyda yashamayman" deydi. To'g'ri, lekin hujjatda hisob yopilmagan. Mana shuning uchun mulk sotgandan keyin faqat shartnoma bilan cheklanmaslik kerak. Kommunal hisoblar, kadastr, abonent ma'lumotlari ham to'g'ri o'tganini tekshirish kerak. Yana bir misol, talaba kontrakt to'lash uchun ta'lim krediti olmoqchi. Otasining nomida eski kredit bo'yicha 200 ming so'm penya qolgan. Oila buni bilmaydi. Chunki asosiy kredit to'langan. Bank esa kredit tarixida kechikish va yopilmagan qoldiqni ko'radi. Natijada yangi kredit kechikadi. Agar oila 16 avgustgacha yoki murojaatdan oldin kredit tarixini, bankdagi qoldiqni, ijro hujjatlarini tekshirsa, masala endi 2 kunda hal bo'lardi. Aks holda o'qish to'lovi muddati yaqinlashganda hamma yugurib qoladi. Eng katta tuzoq shuki, odamlar faqat katta qarz muammo bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida ba'zan 30 ming so'mlik qoldiq ham tizimda qarzdorlik mavjud deb ko'rinadi. Masalan, chiqindi to'lovi bo'yicha 20 ming so'm, suv bo'yicha 61 ming so'm, soliq bo'yicha 12 ming so'm qoldiq turadi. Operator yoki tizim miqdoriga qarab emas, holatga qarab baholashi mumkin. Qarz bor yoki yo'q. Shuning uchun bu arzimagan pulku degan yondashuv xato. Ikkinchi nozik jihat. To'lov qilganingiz darhol barcha bazalarda ko'rinmasligi mumkin. Siz bugun jarimani to'ladingiz, lekin boshqa tizimda u ertaga yoki bir necha kundan keyin yangilanishi mumkin. Shuning uchun muhim ariza topshirishdan oldin oxirgi kunga qoldirmang. Masalan, 16 avgust kuni biror xizmat kerak bo'lsa, 15 avgust kechasi to'lov qilish xavfli. Chunki chek sizda bo'ladi. Lekin tizimda hali yopilmagan ko'rinishi mumkin. Men tavsiya qilaman, muhim to'lovlarni kamida 3-5 kun oldin bajaring. Cheklarni telefoningizda va qog'oz shaklida saqlang. 3-nozik jihat, telefon raqami. Ko'pchilik eski raqamni yo'qotadi, yangi raqam oladi. Lekin bank, MyPogoGuch, o'z soliq ilovasi, kommunal kabinetlar, avtomobil profili elektron raqamli imzo bilan bog'langan ma'lumotlarni yangilamaydi. Natijada ogohlantirishlar eski raqamga ketadi, kod kelmaydi, ariza tasdiqlanmaydi. Ayniqsa yoshi katta insonlarda
Bu muammo ko'p uchraydi. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini tekshirib berishi kerak. Chunki pensioner odam ilovaga kira olmasligi mumkin. Lekin uning nomida soliq, kommunal yoki bank xabarnomasi chiqishi ehtimoli bor. 4-nozik jihat yashash manzili va haqiqiy yashash joyi. Odam bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Kommunal xizmatlar bir manzilda, bolalar bog'cha yoki maktab masalasi boshqa manzilda, subsidiya arizasi yana boshqa hududda bo'lishi mumkin. Bu holatda tizim savol beradi. Siz qayerda yashaysiz? Oilangiz tarkibi qayerda shakllangan? Daromad kimlar bo'yicha hisoblanadi? Agar oilaning bir a'zosi boshqa manzilda ro'yxatda bo'lsa, lekin amalda birga yashasa, ayrim ijtimoiy hisob kitoblarda chalkashlik chiqadi. Buni oldindan mahalla, kadastr, migratsiya yoki tegishli davlat xizmatlari orqali aniqlashtirish kerak. 5-nozik jihat boshqa odam uchun kafillik, ko'pchilik tanishiga, qarindoshiga kafil bo'ladi va keyin unutadi. Qarindosh kreditni vaqtida to'lamasa, sizning kredit tarixingizga ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ukangiz 10 million so'm kredit olgan, siz kafil bo'lgansiz, u 2 oy to'lamadi. Siz o'zingiz kredit olmagan bo'lsangiz ham, bank sizni xavfli mijoz sifatida baholashi mumkin. Shuning uchun men har bir kishiga aytaman, kimga kafil bo'lganingizni, qaysi muddatgacha javobgar ekaningizni, kredit yopilmaganini tekshiring. 6-nozik jihat meros va ulush masalalari. Ota-onadan qolgan uy, yer, mashina, ulushli mulk ko'pincha to'liq rasmiylashtirilmaydi. Oila ichida bu akamniki, bu ukamniki, bu onamniki deb kelishiladi, lekin hujjatda boshqa odam nomida turadi. Raqamli tekshiruvda esa og'zaki kelishuv emas, rasmiy egasi ko'rinadi. Agar sizning nomingizda ishlatilmayotgan, lekin hujjatda mavjud mulk bo'lsa, subsidiya yoki yordam olishda bu hisobga olinishi mumkin. Bu adolatsizlikdek tuyulishi mumkin, lekin tizim avval hujjatga qaraydi. Shuning uchun meros va ulush masalalarini cho'zmaslik kerak. 7-nozik jihat firibgarlik xavfi. Har qanday katta o'zgarish oldidan firibgarlar faollashadi. Ular 16 avgustdan kartangiz blok bo'ladi. Qarzingizni yopib beramiz, subsidiya chiqarib beramiz. Jarimani o'chirib tashlaymiz deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqami, amal qilish muddati, SHV kodini aytmang. Telegram orqali pasport rasmini yubormang. Rasmiy xizmat faqat rasmiy portal, bank ilovasi. Davlat xizmatlari markazi yoki tegishli tashkilot orqali bajariladi. Men tanish orqali hal qilib beraman degan gap ko'pincha pulingizni yo'qotishga olib keladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz muddati o'tmaganmi? Familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi, tug'ilgan sana va JSH raqamingiz rasmiy tizimlarda to'g'ri ko'rinadimi? Agar hujjatda xato bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Xatoni mayda narsa deb qoldirmang, chunki bitta harf farqi ham tizimda muammo chiqarishi mumkin. Ikkinchi qadam, MyBonk.gov portaliga yoki mavjud rasmiy davlat xizmatlari ilovalariga kirib o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'ring. Agar kira olmasangiz, yaqin davlat xizmatlari markaziga boring yoki ishonchli farzandingiz, aka-ukangizdan yordam so'rang. Lekin login parolni begona odamga bermang. Portalda siz arizalar, ayrim qarzdorliklar, hujjatlar, xizmatlar holatini ko'rishingiz mumkin. Agar elektron raqamli imzo kerak bo'lsa, uni rasmiy tartibda oling. 3-qadam. Kommunal qarzlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha abonent raqamlaringizni yozib chiqing. Har birini alohida tekshiring. Agar uy sizniki bo'lmasa, ijarada yashasangiz ham uy egasi bilan hisob kitobni aniqlashtiring. Chunki ko'pincha ijarachi to'lamay ketadi. Uy egasi bilmaydi, keyin katta qarz yig'iladi. Agar siz uy sotgan bo'lsangiz, eski manzildagi abonent hisoblari sizning nomingizdan chiqqan-chiqmaganini tekshiring. 4-qadam, jarimalar va transport masalasini ko'ring. Mashinangiz bo'lsa, davlat raqami bo'yicha jarimalarni tekshiring. Faqat SMS kutmang. Agar mashinani ishonchnoma bilan bergan bo'lsangiz, yanada ehtiyot bo'ling. Chunki jarima kimga kelishi, huquqiy javobgarlik qanday shakllanish hujjatlarga bog'liq bo'ladi. Mashinani sotgan bo'lsangiz, nomdan chiqarilganini tekshiring. Pulini oldim, kalitni berdim yetarli emas. Rasmiy o'tkazish bo'lmasa, muammo sizga qaytib keladi. 5-qadam, bank va kreditlaringizni tartibga keltiring. Qaysi bankda kartangiz bor, qaysi kredit yopilgan, qaysi biri davom etmoqda? Kechikish bormi? Hammasini yozib chiqing. Kredit yopilgan bo'lsa, bankdan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot olishga harakat qiling.
Agar mikrozaym yoki bo'lib to'lash orqali mahsulot olgan bo'lsangiz, oxirgi to'lovdan keyin hisob haqiqatan yopilganini tekshiring. Ba'zan 5.000 so'm, 10.000 so'm qoladi, odam bilmaydi. 6-qadam. Soliq va mulk ma'lumotlarini tekshiring. Uyingiz, yer uchastkangiz, avtomobilingiz. Ijaraga berilgan mulkingiz bo'lsa, soliq qarzdorligi bor yo'qligini biling. Agar nomingizda siz foydalanmaydigan mulk ko'rinsa, uni hujjatlar orqali aniqlashtiring. Kadastr hujjatlarini, oldi sotdi shartnomalarini. Meros hujjatlarini bir papkaga yig'ing. Telefoningizda ham skaner qilib saqlang. Chunki kerak bo'lganda uyda qolib ketdi deb vaqt yo'qotmaysiz. 7-qadam. Ijtimoiy yordam yoki subsidiya olmoqchi bo'lsangiz, oilaviy tarkib, daromad, mulk, nogironlik, nafaqa, aliment, ishsizlik holati bo'yicha hujjatlarni oldindan tayyorlang. Mahallaga borib, oilangiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri shakllanganini so'rang. Ish joyingizdan daromad haqida ma'lumot kerak bo'lsa, buxgalteriya bilan gaplashing. Agar siz ishsiz bo'lsangiz, bandlik organlari orqali rasmiy holatingizni aniqlashtiring. Rasmiy ma'lumot bo'lmasa, sizning og'zaki tushuntirishingiz yetarli bo'lmay qolishi mumkin. 8-qadam. Barcha to'lov cheklarini saqlang. Men buni juda ko'p ta'kidlayman. To'lovni klik, payme, bank ilovasi yoki kasada qilganingizdan qat'iy nazar chekni yo'qotmang. Screenshot qiling, PDF saqlang, kerak bo'lsa chop eting. Ayniqsa katta to'lovlar, kredit, soliq jarima, kommunal qarz, kontrakt, davlat boji bo'yicha cheklarni alohida papkada saqlang. Agar tizimda xato chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 9-qadam, rasmiy manbalardan foydalaning. Telegramdagi noma'lum kanallar, bir tanishim aytdi degan xabarlar, qo'rqituvchi audio yozuvlar asosida qaror qabul qilmang. Agar 16 avgustdan biror tartib kuchga kirishi aytilsa, tegishli vazirlik, hokimlik, davlat xizmatlari portali, bank yoki tashkilotning rasmiy sahifasidan tekshiring. Men ekspert sifatida har doim shuni aytaman. Eng xavfli narsa ma'lumot yo'qligi emas, noto'g'ri ma'lumotga ishonishdir. 10-qadam. Oilangizdagi yoshi katta insonlarga yordam bering. Ota-onangiz, bu bobongiz, yolg'iz yashaydigan qarindoshingiz bo'lsa, ularning telefon raqami ishlayaptimi, bank kartasi xavfsizmi, kommunal to'lovlari bormi, jarima yoki soliq qarzi chiqmaganmi, tekshirib bering. Ular ko'pincha bo'lam, hammasi joyida deydi, lekin ilovaga kira olmaydi. SMSni o'qimaydi yoki firibgarga ishonib qolishi mumkin. Bu masalada befarq bo'lmang. Agar sizda muammo aniqlansa, nima qilish kerak? Birinchidan, vahima qilmang. Muammoni yozib oling. Qaysi tashkilot, qancha summa, qaysi sana, qaysi hujjat. Ikkinchidan, rasmiy murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi, tegishli tashkilotning kol markazi, rasmiy sayti yoki yozma arza orqali murojaat qiling. Uchinchidan, dalillarni biriktiring. Chek, shartnoma, pasport nusxasi, kadastr hujjati, bank ma'lumoti. 4-dan, murojaat raqamini saqlang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ko'rib beramiz degan gapdan keyin albatta murojaat raqami yoki yozma javob talab qiling. Agar qarz sizniki bo'lmasa yoki xato bo'lsa, arizada aniq yozing. Men ushbu qarzdorlik bo'yicha ma'lumotni noto'g'ri deb hisoblayman. Sababini tekshirib, bazadagi ma'lumotni tuzatishingizni so'rayman. Agar to'lov qilingan bo'lsa, to'lov amalga oshirilgan, chek ilova qilinmoqda, qarzdorlikni yopilgan deb belgilashingizni so'rayman. Agar mulk sizning nomingizda noto'g'ri turgan bo'lsa, oldi sotdi yoki meros hujjatlarini ilova qiling. Muhimi, hissiyot bilan emas, dalil bilan gapiring. Demak, 16 avgustdan boshlab eng asosiy talab shuki, har bir kishi o'z hujjatlari, qarzdorliklari, to'lovlari, bank va kommunal ma'lumotlarini oldindan tekshirish kerak. Bu o'zgarishdan qo'rqish shart emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Hujjatlari toza, to'lovlar joyida, ma'lumotlari to'g'ri odamlar uchun jarayonlar yengillashadi. Ammo eski qarz, noto'g'ri ro'yxat, yopilmagan kredit, rasmiylashtirilmagan, mulk yoki yangilanmagan telefon raqami sizni kutilmagan muammoga olib kelishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugun kechiktirmang. Oilangiz bilan birga tekshiruv qiling. Qarzdorliklarni yoping, cheklarni saqlang. Hujjatlarni tartiblang, rasmiy manbalardan xabar oling. Agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizda qaysi masala ko'proq xavotir uyg'otyapti? Kommunal qarzmi, kreditmi, jarimami? Subsidiya yoki hujjatlar masalasimi? Men izohlaringizni o'qib, keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga alohida javob beraman.